Xitoyning qonliq organizm atkazchiligi fosh qilindi. Chet eldagi Xitoy demokratiya tashviqoti bo'lgan xalqaroliq izqo'lab tekshirish to'r kanalida Xitoyning hayot organizm atkazchilik jinoyatini fosh qiladigan qonliq hayot organizmi atkazchiligi temasida bir suratlik film e'lon qilingan bo'lib, bu filmni xalqaroliq dangliq kishilik huquq advokati David Matas tayyorlagan. U filmda Xitoyda börek almashtirgan bir bemor bilan uchrashib, u bemorning dalillashi orqasida Xitoyning qonliq organ atkazchilik jinoyatini fosh qilgan. Vatanni suyish va jamoatchilikning ahamiyati haqida nasihat. Sharqiy Turkiston O'limalar birligi Istanbulning Safakuydagi Sultonmurod masjidida vaz-nasihat faoliyati ilib bordi. Faoliyatda ustoz Habibullah Ko'sani vatanparvarlik temasida to'xtalib bundoq dedi. Payg'ambar alayhisalomga Makkaning qanday ma'nosi bo'lsa, Sharqiy Turkistonningmi biz Sharqiy Turkistonliklarga nisbatan shunday ma'nosi bor. Payg'ambar alayhisalomga Madina qanday muhim bo'lgan bo'lsa, biz Sharqiy Turkistonliklarga Turkiya shunday muhim dedi. Ustoz Mahmudjon Qarajim birlik va ittifoqlikning ahamiyati haqida to'xtalib, biz Sharqiy Turkistonliklarda birlik va ittifoqlik bo'lmaganlik sababidan Xitoy zaminimizni, barliq huquqlarimizni tortib olib, bizni bostiryotdi dedi. Husi qurolli kuchlari Saudiya Arabistonga boshqariladigan bomba atdi. Saudiya Arabiston poytaxti Riyodning sharqiy shimoliga tunugun 5 noyabr Yamandan etilgan ballistik boshqariladigan bomba havo mudofaa sistemalari tarafidan pachaqlab tashlangan edi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi bu haqda yozma bayonot e'lon qilib, Husi qurolli kuchlari hujumining Saudiya xavfsizlik tarmoqlari tarafidan to'silinganligidan va hech qanday o'lim yetim hodisasining ko'rilmaganligidan mamnunlik his qilmoqdamiz dedi. Rossiyada bomba haqidagi uchurlar ko'paydi. Rossiya agentligining omonlikni saqlash doiralarini manba qilgan xabarlarda bildirilishicha, Moskva shahar markazidagi Bolsoy teatrxonasi, Soda saroy va mehmonxonalarda bomba portlaydiganligi haqida manbasi noma'lum uchur kelganligi tufaylidan 3500 ga yaqin kishini darhol bexatar joylarga yo'tkashga to'g'ri kelgan. Turkiya davlat ichki sirtida terrorchilar bilan jang qilmoqda. Turkiya xavfsizlik kuchlari Shirnoqda zarba berish harakati elib berib, PKK terrorlik tashkilotining 9 a'zosini bartaraf qildi. Yana bir tarafdan Turkiya armiyasi Iroqning shimoliga joylashgan Avashin, Basyan va Xakorik rayonlaridagi PKK lagerlariga havodan zarba berib, terrorchilarning qurol istehkomlari va o'q-dori iskilotlarini uzil-kesil barbod qilgan.